Assalomu alaykum. Bugungi video darsimizda So'ldi Hangugo 1A kitobining 8-mavzu 2-grammatikasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni grammatika quyidagicha te pul kuychik. Bu nima deyilsa, qoidaga bo'ysunmaydigan, ya'ni qoidaga tushmaydigan so'zlar bor. Shular bo'yicha alohida grammatika sifatida berilgan. Mana bu so'zning tarjimasi mana. Kuychik degani qoida, pul kuychik qoidaga tushmaydigan ma'nosida keladi. Nazariy qismida aytayapki, mana tiit pachchimiro kinnanin tongsa chung, ilbonin moimiro shjakhanin omiva kyol hab halte, pachchim tiiti li illo pakvinde. Te undoshi bilan tugaydigan fe'llar orasida bir qismi ulli bilan boshlanadigan grammatikaga qo'shilgan paytda pachchim, ya'ni pastdagi t harfi l harfiga o'zgartiriladi. Tit pul kuychik tongsanin titta kotta tingi itta. T pachchimi bilan tugaydigan, ya'ni qoidaga bo'ysunmaydigan fe'llar titta, ya'ni eshitmoq, kotta piyoda yurmoq, tingi itta va shu kabilar bor. Buni endi o'zbekchada tushuntiraman. Yana bittasi ham bor. Xo'p, mana bu yerda yozib tushuntiraman. Qarang. Noto'g'ri fe'llar deydik, mana noto'g'ri fe'llar. 3 dona noto'g'ri fe'l bor. T negizi bilan tugaydigan. Bittasi titta eshitmoq, ikkinchisi kotta piyoda yurmoq, uchinchisi mutta, ya'ni so'ramoq. Shu uchtasiga ulli bilan boshlanuvchi grammatika qo'shilsa, mana bu t harfi pastdagi t harfi l harfiga o'zgartiriladi. Buni hozir ko'rsatib beraman. Qarang. Uchtasini ham ta'sini olib tashlaymiz. Nima qoladi? Tit, kot va mut. Endi diqqat qiling. Bularga endi ulli bilan boshlanuvchi grammatika, albatta bu oyo. Shu joyda yozib qo'yay mana. Oyo. Nimaga oyo bo'lishini ham ko'rsataman. Qarang. Siz eshitmoq degan so'zni hozirgi zamonda eshitaman, eshityapman deb ishlatasiz. Yoki piyoda yurmoqni yuraman, yuryapman. So'ramoqni so'rayman, so'rayapman deb tarjima qilasiz. Qarasangiz mana bular t negizli noto'g'ri fe'l bo'lgani uchun pastdagi t harfini l ga o'zgartirasiz mana. Tit til bo'ladi, kot kol bo'ladi, mut mul bo'ladi. Mana l ga o'zgartirdik. Endi l ga o'zgargan bo'g'indagi ulli. Yotiq o yoki a harfi bo'lsa a yo'q qo'shiladi. Bo'lmasa o yo'q. Bo'lmasa o yo'q. Endi qarasangiz bu yerda yotiq o yoki a harfi yo'q. Shuning uchun hammasiga o yo'q qo'shamiz mana. Titta teroyo, kotta koroyo, mutta muroyo. Eshitaman, piyoda yuraman, so'rayman. Hop, shu joyni yaxshi tushundingiz degan umiddaman. Shu uchtasidan tashqarilari hammasi to'g'ri fe'llar. Siz endi bu degani shu uchtani noto'g'ri deb yodlab olasiz va mana bu o'zgarishni ham mohiyatini tushunib olishingiz kerak. Endi mana bu yerda jadval bor. Mana titta eshitmoq, kotta piyoda yurmoq. Ayo oyo qo'shiladigan bo'lsa mana tiroyo, koroyo. O'tgan zamonda esa tirossoyo, korossoyo. Eshitdim, piyoda yurdim. Iseyo, ya'ni qiling, bajaring degan grammatika qo'shilsa, pastdagi mana t'si l ga o'zgardi. Tit qoladi-yu mana, tit. Shuni pastdagi t harfi l ga o'zgardi va undosh bo'lgani uchun iseyo qo'shiladi. Tiriseyo, eshiting. Kotta koriseyo, piyoda yuring. Endi l ilkayo grammatikasi. Mizmi mikan, ya'ni tittani t'si l ga o'zgarib davomiga ilkayo. Tirilkayo, eshitamizmi? Kotta korilkayo, piyoda yuramizmi? Bu yerda endi go, ya'ni ib bo'lib. Mana titgo, eshitib bo'lib. Kotgo, piyoda yurib bo'lib. Bularda o'zgarmaydi, o'z holida qoladi. Nimagaki bu undosh bilan boshlanuvchi grammatika. Xuddi shunday mana jiman, uyu lekin, titjiman, eshitaman u lekin, kotjiman, piyoda yuraman u lekin. Bunisi mana simnida, penida, rasmiy hurmatdagi hozirgi zamon. Mana bular undosh bo'lgani uchun shunchaki davomiga simnida qo'shiladi. Tis simnida, eshitaman, kos simnida, piyoda yuraman. Shular edi. Endi mana bu gaplarni o'qib tarjima qilamiz. Oje mol hessoyo, kecha nima ish qildingiz? Kongmoneso korossoyo. Bog'da, parkda piyoda yurdim. Uri posiril talkayo,
Biz avtobusga chiqamizmi? Avtobusga minamizmi? Anyo korosokayo. Yo'q, piyoda boramiz. Piyoda boramiz. Bu bitta so'z desa ham bo'ladi, korosokada. Hanguk imagin tijjiman, Hanguk news'inin antroyo. Koreys musiqasini eshitaman, lekin koreys yangiliklarini eshitmayman. Radio'ni chaltiriseyo. Radioni yaxshi eshiting. Ya'ni yaxshilab radio eshiting deyapti. Endi mana bu qismiga diqqat qiling. Tiit patchimiro kinnanin tongsa chunganin pulkuchik havaryongil haji anin gottoytda. T patchimi bilan, ya'ni T umdoshi bilan tugaydigan fe'llar orasida qoidaga bo'ysunmaydigan, ya'ni noto'g'ri bo'lmaganlarini ishlatishda ishlatadigan holatlar ham bor. Bu nima desa, mana pulkuchik degani qoidaga bo'ysunmaydigan, havaryonghani ishlatmoq, foydalanmoq. Ji'annin got degani ishlatilinmaydigan. Ya'ni qoidaga tushmaydiganlarni ham alohida qismi bor. Nima desa, deylik ikkita lug'at, mana patta degani olmoq, patta. Olmoq. Tatta degani yopmoq, tatta. Bular to'g'ri fe'l. Yopmoq. Faqat 3 ta noto'g'rini yodlab olishingiz kerak xolos. Bular mana titta eshitmoq, titta eshitmoq. Katta piyoda yurmoq, mutta so'ramoq. Bulardan boshqa hammasi to'g'ri fe'l. Patta olmoq, tatta yopmoq. Buni hozirgi zamonda mana pat to'g'ri fe'l bo'lgani uchun davomiga ayo qo'shiladi. Padayo. Mana shu joyini to'g'rilab yozib qo'yaylik. Mana pad ayo. Nimaga ayo desa, undoshdan oldingi harf a. Mana padayo. Olaman, olyapman. Tatta tadayo. Yopaman, masalan, eshikni yopaman, derizani yopaman. Mana che sonmuril padiseyo. Mening sovg'amni oling deyapti. Shu joyda mana ikkinchi grammatikamiz ham tugar ekan. Yaxshi tushundingiz degan umiddaman.